Agar sizga ham vaqt yetmayotgan bo'lsa, muammo vaqtda emas. Kun bo'yi band bo'lasiz. Ishlaysiz, Telegram, Instagram, YouTube. Lekin kechqurun o'zingizga bitta savol berasiz. Bugun men nima qildim o'zi? Bir kunda hammamizda 24 soat bor. Ammo nega ba'zi odamlar biznes quradi, sport bilan shug'ullanadi, kitob o'qiydi, siz esa rejalaringizga ulgurmay qolasiz? Sababi oddiy. Sizni vaqtingiz o'g'irlanmoqda. Bir o'ylab ko'ring, kuniga 3 soat Instagramga, 2 soat YouTube'ga, 1 soat bekorchi suhbatlarga, jami 6 soat, haftasiga 42 soat. Bu esa deyarli bitta to'liq ish haftasi degani. Ikkinchi sabab sizda ustuvorlik yo'q. Ko'pchilik hamma ishni qilishga harakat qiladi. Natijada esa eng muhim ishni qilmaydi. Har kuni ertalab o'zingizga bitta savol bering. Bugun bajarishim shart bo'lgan eng muhim ish qaysi? Har kuni ertalab o'zingizga bitta savol bering. Bugun bajarishim shart bo'lgan eng muhim ish qaysi? Uchinchi sabab esa diqqatingiz bo'linishi. Har safar telefoningiz jiringlaganda miyangiz qayta fokuslanishga majbur bo'ladi. Har bir qo'ng'iroq sizdan bir necha daqiqa samaradorlikni tortib oladi. Vaqt topilmaydi. Vaqt ajratilinadi. Sport uchun, biznes uchun, oila uchun, o'qish uchun. Muvaffaqiyatli odamlar siri ko'p vaqtga ega bo'lish emas. Ular vaqtlarini boshqalardan yaxshiroq boshqarishadi. Vaqt topilmaydi. Vaqt ajratilinadi. Sport uchun, biznes uchun, oila uchun, o'qish uchun. Muvaffaqiyatli odamlarning siri ko'proq vaqtga ega bo'lishda emas. Ular vaqtlarini boshqalardan ko'ra yaxshiroq boshqarishadi. Agar sizga doim vaqt yetmayotgan bo'lsa, bir hafta davomida har bir soatingiz qayerga ketayotganini yozib boring. Natija sizni hayratda qoldiradi. Muammo vaqtning kamligida emas, muammo uni qayerga sarflayotganingizda. Agar shu video sizga yoqqan bo'lsa, o'zingizni ko'rgan bo'lsangiz, videoga like bosing va izohga yozing. Sizni eng katta vaqt yutqazadigan odatingiz nima?